bir tomchi svarkasi 200 kiloni bemalol ko'taradi deyapti. Qani sinab ko'ramiz, qaranglar. 108 kiloga 72 kilo do'stlar. 200 kilo bo'lyaptimi? Eng qizig'i qaranglar, ko'chaga ustanovka qilinadigan bo'lsa ham, taxtaga yoki temirga o'xshab do'stlar, zanglamaydigan, chirimaydigan do'stlar, perila xizmati necha pulga tushyapti deganlarga do'stlar 22 metrga do'stlar, uyga ustanovka qilingan joyga yetib kelganmiz. Qaranglar do'stlar, zo'r tarafi hamma mahsuloti, usta haqqisi, hamma yo'g'i ichida bo'lib, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatisharkan joyda egasi do'stlar, abed qilib bersa bo'ldi ekan do'stlar. Bu do'stlar Metalmart jamoasining do'stlar qilib bergan ishi bo'ladi. 375 ming so'mdan do'stlar 1 metrni olib kelishi, ustanovkasi hamma yo'g'ini qilib berishgan ekan. Agar siz mana shunaqa joyga tumba qo'ydiraman, siz 350 ming so'mdan tumbalari boshlanadi. Agar do'stlar siz perilani metrini so'raydigan bo'lsangiz, 224 ming so'mdan metri boshlanadi. Haqiqatda do'stlar ancha-muncha yukni ko'taradigan baquvvat narsa bo'ladi. Tashqariga ustanovka qildirasizmi, ichkariga ustanovka qildirasizmi, yilda remont qilib boshqa qildirishi shart emas, zanglamaydigan do'stlar, haqiqiy original material bo'ladi. Vodiy bo'ylab do'stlar bemalol aloqaga chiqaringlar, o'zlari ovorishadi, ustanovka qilishadi do'stlar, chiroyli qilib xizmatingizni qilib berishadi. Video basiga nomer qo'ydim, aloqaga chiqaverasiz.